Annotatsiya xususiyatini tanlaymiz. Undan keyin bu yerga mana qaysi yozuvni kiritmoqchi bo'lsak, o'shani kiritamiz. Endi mana bu yer yozuvga qaraymiz. Ctrl bosib o'ziga tortadigan bo'lsangiz bu kichrayadi. Aksincha o'zingizdan itaradigan bo'lsa kattayib keladi. Tushuntira oldimmi? Sichqonchani emas. Hop, yaqinlashtiramiz. Mana 4 yo'l bir marta bosdik mana. Undan keyin mana shuni atributiga bosadigan bo'lsak, bu yerda boyagi annotatsiyani xususiyatlarini o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda shriftni turini, shriftni o'lchamini, shriftni rangini, undan keyin yirni, kursiv yoki tagchiziqcha chizish uchun yoki-da yozuvi demak gorizontal yoki vertikalligini ta'minlab beruvchi burchak o'lchamlarni kiritish uchun demak buyruqlar kelib chiqadi. Hop, shriftini sal kattalashtirib ko'ramiz buni. Apply kattalashdimi? 8 qilgandik. 12 ekan, demak 10 qilib ko'ramiz. Mana. Demak, jinni qilish uchun belgilab turib jinni qilib apply bosamiz. Undan keyin buni yozuv ustiga joylashtirish uchun bu yerda editor yonida mana kursor belgisi bor. Kursorni tanlab turib buni demak surishimiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana. Bu yozuv sal kattaroq bo'ldi. Demak, 9 tanlab ko'ramiz. 9 to'g'ri kelar ekan-a? Apply. Mana. Xuddi shu tarzda demak, biz xaritamizda mavjud bo'lgan demak, aholi hammasini biz nima ko'rinishga olib o'tamiz? Vektor ko'rinishga olib o'tamiz.